Odamlarga nima deyman? Tilimga roza tutdim de. Gapirma, ya'ni savollarga javob berma. Bizga qo'yib ber. Biz hal qilamiz. Sen xotirjam bo'l. Bolangni quchog'ingga ol va shaharga bor. Nima degani bu? Bu bir so'z bilan aytganda bu nima degani? Bu men ishlarimni Allohga ishondim degan va menga ravo ko'rganiga roziman degan. To'g'rimi? Sababini qilamiz. Allohga topshiramiz ishlarimiz. Bugun masalan ishladik. Alloh bizga bir narsa